Svarshiklarga ham ish yo'qmi? Ha. Santexniklarga ham hozir shu. Dadasi, rakvinadan suv qopni o'xshatib bering. To'xtab tur, ko'rmayapsanmi? Biz mana ish qidiryapmiz. Oshxonadan qidirib kelmaysizlarmi? Ha, sizlarda ham shumi? Sizlarda ham shu. Sizlarchi zamonaviyroq bo'linglar, ha? Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatinglar, ha? Abzor qilinglar, ha? Siz Instagramda kamroq o'tiring. Ha? Ha. Lekin to'g'ri gap aytdilar. Ha. Hurmatli obunachilar, sizlarga shahar sentridan zo'r usta topib qo'ydim. Turishini qaranglar, ustaman deyapti. O'zini instrumentlari bor, vizit qilasizlar, chaqirasizlar, ishlaydi, ketadi, ortiqcha pulinglarni olmaydi. Agarda pratuxalarga usta kerak bo'lsa, shunda mana shu videoni repost qilib olinglar, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, pratuxalar. Yo, Toshkent, nima gap? Mani o'g'limga obuna bo'lganmisizlar? Yo! Atmosfera. Agar yaxshi suv ashqlar kerak bo'lsa, o'g'limga obuna bo'lib qo'yasizlar. Yo, Toshkent! Lopga yoqqa. Zo'r chiqdi. Trend opa, trend. To'xtang, opa. Voy, nimaga unaqa qildingiz, opa? Tupuryapsiz. Ha. Jigar, bilaman, rakvinangizdan suv oqyapti. Sizlarga zo'r santexnik topib qo'ydim. Boshidan narsa qimmat aytayotganlar, bosh qotirmang dedim. Hoji aka, bilaman, siz zo'r santexnik ishlatib o'rgangansiz. Mana o'sha santexnik o'zimizniki 92-yil bosib boradigan joy. Like bosib, santexnik kerak bo'lgan hoji akalarimizga yuborib qo'yinglar. To'xtanglar. Undan ko'ra mening biznesim ilovasini yuklab olsanglar bo'lmaydimi? O'sha yerga hamma hujjatlarni joylashtirasizlar, keyin sizlarga zakaz tushiradi o'zi. Qayerga borish kerak? Bularga hech qayerga borish kerak emas. Mana, telefonga yuklab olasiz. Menikiga yugurchi. Fanarda yopti, telefonda yopti. Bo'pti, o'zimnikiga qidira qolaman. Mana, qaranglar. Santexnik deb yozing. Svarshik deb yozing. Sizniki? 7 yil opti bordik. Meni jonim deb yoz. Sani ko'ra jonim taklif qilmaydi. Ustani fikr qaytdi.